Ilgari asosan mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan O'zbekiston kimyo sanoati bugun yuqori qo'shilgan qiymatga ega yangi mahsulotlarni o'zlashtirib, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari uchun muhim xom ashyo bazasiga aylanmoqda. Sohaning rivojlanishida Buxoro viloyatida joriy yil ishga tushgan neft kimyo klasteri kabi yirik loyihalarning o'rni katta. Mazkur quvvat yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Shu orqali viloyatda import o'rnini bosuvchi kimyo sanoati mahsulotlari ulushi 50% ga yetishi kutilmoqda. Buxoro tumanidagi cho'l massivida bundan 2 yil muqaddam neft va kimyo sanoati uchun muhim loyihani amalga oshirishga kirishilgan edi. Ko'plab xorijiy davlatlar mutaxassislarini jalb qilgan investorlar tomonidan zamonaviy tipdagi yirik zavod barpo etildi. Mazkur loyiha hududning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, yangi turdagi import o'rnini bosuvchi tovarlar hajmini oshirish, o'z navbatida Buxoroning eksport ko'rsatkichlari yuqorilashiga ham zamin yaratdi. 2023-yilda muhtaram prezidentimizni Buxoroga qilgan tashriflarida bizni chet el hamkorlarimiz neft kimyo klasterini yaratish bo'yicha taklifni kiritgandi. Muhtaram prezidentimizga bu prezentatsiya juda ma'qul bo'ldi. O'sha yerning o'zida barcha vazirliklarga topshiriqlar berdilar. Juda qisqa muddat ichida ana shu hozir qurilgan joy erkin iqtisodiy zona hududiga kiritildi. Pul ajratilib, bu yerga kerakli infrastrukturalar yetkazib kelindi. Buni qisqa muddatda qilingani juda bizni investorlarni hayratda qoldirdi. Bular hozir O'zbekistonga yana qo'shimcha investitsiya olib kelish uchun keyingi loyihalarning takliflarini kirityapti. Quvonarlisi shundaki, ishlab chiqarish loyihasi sinov muddatlarini muvaffaqiyatli yakunlab, joriy yil may oyi oxirida ko'zlangan natijani qo'lga kiritdi. Hozirgi holatdagi qiymati 340 million dollarni tashkil qiladi. Taqriban 6 yilda o'zini oqlash kerak. 600 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Hozir piroliz ustanovkamiz ishga tushdi. Bizga shunga hozir xomashyo ustida ish olib boryapmiz. 100 ming tonna piroliz distillatni qayta ishlaydigan qurilmamiz may oyidan beri ishlatyapmiz. Kuniga taqriban 2,5 milliard so'mlik mahsulot chiqarilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Buxoro sanoatida mahsulotlar hajmining o'sishida kimyo va neft kimyosi ulushi 42% ni tashkil qilyapti. Buxoro tumanida amalga oshirilgan mazkur loyiha sabab bu ko'rsatkichni 50% dan oshirish nazarda tutilgan. Qorovulbozor tumanidagi Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etilayotgan neft kimyo majmuasi. Loyiha qiymati 60 million AQSh dollari bo'lgan mazkur zavod innovatsion texnologiyalar asosida uglevodorod xomashyolari va neft kimyo chiqindilarini qayta ishlashga mo'ljallangan. Bu xomashyolarimiz. Bular juda stabil bo'lmagan, nostabil mahsulotlar. Bizning texnologiyamiz vodorod bilan to'yintirib, tozalab, qatrollarni olgandan keyin bu deyarli suv holatiga keladi. Ana shuni tozalasak, buni ichida toluol, ksilol, benzol ana shularning ichida mavjud. Ajratmasak, yo'qligi bo'lib turadi. Umuman aralashma holatda. Alohida ajratib olgandan keyin har bittasi qimmatbaho neft kimyo xomashyosiga aylanadi. Bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga jahon bozorida talab juda yuqori. Ikkinchidan, ularning katta qismi import o'rnini bosishga imkon yaratadi. Biz neft kimyoga asos soluvchi bazaviy mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Biz aytgandek, benzol, toluol, ksilol, piroliz distillatdan, gaz kondensatidan, naftadan hammasidan biz qayta ishlab neft kimyo mahsulotlarini olamiz. Keyin bosqichma-bosqich har bittasi bitta tarmoqqa asos soladi. Yuqori qo'shilgan qiymat ana bu yerlarda hosil bo'ladi. Bizni hozir hamkorlarimiz davlatimiz rahbari tomonidan yaratib bergan sharoitlarni ko'rib, ular taklif tayyorlashyapti. Ham ish o'rni ko'payadi O'zbekistonda, ham mahsulot turi ko'payadi. Qo'llab-quvvatlangan istiqbolli loyiha mana shunday yuksak samara bermoqda. Vaholanki viloyatda bunday tashabbuslar o'nlab, yuzlab topiladi. Bularning barchasi yaqin yillarda Buxoro sanoati rivojida muhim o'rinni band etishdan tashqari, hudud iqtisodiy salohiyati yanada yuqorilashiga asos bo'ladi.